voy xotining o'zi chiqib ketdimi tushunmayapman qo'rqib ketyapman uyg'otib olmadingiz ishqilib yo'q nega bo'laman xotinim o'ladi uyg'otib olsangiz oqibat yomon bo'ladi voy qayerga ketdi u voy qarang o'sha yerda assalomu alaykum yaxshi oldinglar uchoq yetib oldinglar haligi nimagadir uyqimiz kelmayapti qarang endi xonamga kirib o'psa keling adajon qo'rqib ketdingizmi labingiz bo'shib chiqibdi bu haligi shamollash shekilli mayli man boshqa xonada uxlayman uxlamang albatta kechqurun uxlolmaysiz tirikligimda uxlab olay degandim o'zi ko'rimda uxlaymanmi voy bolam xotin eshik ustida o'tiribdi siz xavotir olmang adi man pollatani qo'llab oyog'ini tagiga qo'ysa bosish bilan uyg'onib ketadi yo'q eskidan shunaqa bor ekan suvmasa uxlaydi lulatich bo'lgan keyin qiz bola bo'lib xonamdan chiqib ketadi buguncha mashg'ulotni o'zim bitta o'zim mazal o'qiyman ko'rdingmi ani lunatik xotining lalakuni boshiga taqib qo'yibdi bu ko'tganlikka yebermaydi boshga emas tushundingmi bu haligi namlikni ushlab turish uchun boshga emas zamonaviy texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan taglikni boshiga taqib qo'yibdi dadasi qani xotinim o'zi bilmaysan tushunmadim quda siz meni otasiz o'stirgan yolg'iz boshim bilan uzatgan guldek qizimni uzatib deyapsizmi nima deyapsiz axir buni yo'q yig'lamay qo'ying mana yolg'iz boshim bilan uylantirdim buni gap unda emas ishonmasangiz o'zingiz bugun biznikida yotib qoling o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz mashka sening jonimga tegdi odamlarni qo'rqityapsan man yo'q kiramiz ay sen o'lasan g'irto'sin yo'q nima qilyapsan nima qilyapsan bilib turibman nima qilyapsan